Assalamualaikum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammanglarniki mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Bugungi so'zishimning sababi hammanglarniki bilganidek, oldimizda 7-oyning 5-si Urumchi qirg'inchiligininki yil xotirlashi. Mush munosabat bilan va Sharq Turkistondagi davomlashayotgan Xitoyninki irqiy qirg'inchilik, mustamlikachilik va ishg'oliyat harakatlariga qarshi dunyoning har qaysi joylarida, ya'ni Sharq Turkiston xalqlari joylashgan har qaysi joylardagi qarindoshlarniki, tashkilotlarniki namoyish uyushtirib, xalqimizni birlikka bir yerga kelib, xalqaro bo'libmi shu bizga sohibxonlik qilayotgan davlatlarga, ya'ni bizga shu sohibxonlik qilayotgan davlatlarni harakat chaqirib qilishimiz kerak, aziz qarindoshlar. Xalqaro hozir hammamizdan, ya'ni millatimizga qarayotdi. Bizdan bir narsa kutyotdi, harakat qilishimizni, signal berishini kutyotdi desak bo'ladi. Uzunning yozi jimjitlab ketib boryapmiz, aziz qarindoshlar. Biz xalqimiz uchun shu Sharq Turkistondagi qirilayotgan turmalarda, kamplarda o'ltirilayotgan, xo'rlik ko'rayotgan, bosqinchilik uchrayotgan ota-singillarimiz, qarindoshlarimiz, onalarimiz, qizlarimiz Xitoyninki atalmış balalarni o'qitish maktablarida, ya'ni balalar uchun yasalgan kamplarda 850 mingdan ortiq shu balalarimiz uchun harakat qilishimiz kerak, aziz qarindoshlar. Millatimizning kelgusi uchun harakat qilishimiz, aziz qarindoshlar. Shuning uchun siyosiy ko'z qarashlarimni va yoki shaxsiy ziddiyatlarini qayirib qo'yib, dunyoning har qaysi joylarida bizning Sharq Turkiston xalqimiz yashayotgan har qaysi joylarda, mayli Turkiyada bo'lsin, Yaponiyada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, boshqa joylarda bo'lsin, birlikda namoyish qilib, xalqaroga bizningki tek o'lmaganligimizni, davlatimizni asli keltirish uchun kuch harakat qila oladiganligimizni, o'tirg'i chiqa oladiganligimizni xalqaroga bildirishimiz kerak, aziz qarindoshlar. Va xalqaroni bu Sharq Turkistondagi Xitoyninki necha 10 yillarning, ya'ni 71 yilning yozi surayotgan ishg'oliyatini, mustamlikachilikni va irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qilishni chaqiriq qilishimiz kerak, aziz qarindoshlar. Bizningki hammamiz İlaç başı özümüzün turuşluq devletlininki ya parlamentida aldıda, en yaxşısı Tashqi ishlar ministrligi aldıda qilganimiz yaxshiroq. Agar u bo'lmay qolsa parlamentlar aldıda bu namoyishimizni qilishimiz kerak, aziz qarindoshlar. Xitoyninki konsulxonasiga berib, elchixonasiga berib, u yerda baqirib, jaqirib o'tirsakmi baribir o'xshash. Xitoy ya yuz qizdirmaydi, ya nim qilmaydi, baribir o'xshash. Ya'ni shu bizni qirimiz deb yolunu şu qilayotgan hareketlerimiz davom qildi, aziz qarindoshlar. Biz xalqaroni bizga tortishimiz kerak, aziz qarindoshlar. Biz xalqaroga bizningki o'lmaganligimizni isbotlashimiz kerak, aziz qarindoshlar. Bir kunda bir vaqtda chiqa oladiganligimiz, kuchga to'kila oladiganligimizni ko'rsatishimiz kerak, aziz qarindoshlar. Va hammamizningki talabimiz o'xshash bo'lishi kerak, aziz qarindoshlar. Irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qilishini, davlatimizningki mustaqilligini asli keltirish uchun bizga barliq imkoniyatlar bilan yordam berishni talab qilishimiz kerak, aziz qarindoshlar. Bizning mustaqil davlatimizni asli keltirmay turib, aziz qarindoshlar, bizning ne kishilik huquqimiz, ne diniy erkinligimiz, ne ota-onamiz bilan, qarindoshlarimiz bilan adli tıpın sözleşme hakkımız yok, aziz qarindoshlar. Va bo'lmaydi, aziz qarindoshlar. Xitoylarning nurg'un uyallarga aldanib ketib bo'ldik tarixdan beri. Bu en ağır fırsat biz için, aziz qarindoshlar.
Biz bu fırsatni qo'ldan keltirib kelsak, bizningki kelgusimiz tamamen yo'qoladi aziz qarindoshlar. Kelgusimiz bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Meyli Xitoy kompartiya bo'lsin, meyli millatchi Gomindan bo'lsin, meyli hozir chiqayotgan atalmış demokratları bo'lsin, demokratchilar bo'lsin, hammasiningki niyati o'xshash Sharq Turkiston masalasi kelgan chaqda. Annisi yani şu Şarkı Türkistan'ı menik kılman deydi. Yani şu bizden halkımızı kırıp yıktıman deydi qarindoshlar. Biz düşmanımızla tunuşumuz gerek. Düşmanlarımız bizle tunup oldu. Düşmanlarımız bizge meyli demokratçısı olsun, meyli Gomindançısı olsun, meyli kompartiyası olsun, meyli başka türlü kalpaklarını kiyip çıkan olsun. Annisi Şarkı Türkistan meselesi kelgen çağda. Bizninki insandek yaşaş. Müstakil yaşımızga karşı aziz qarindoshlar. Şunun için biz ular bilan hamkorlik qilib, unda bu ishlarga yaqinlashmasligimiz kerak. Yaqinlashmasligimiz kerak. Aldanmasligimiz kerak aziz qarindoshlar. Biz o'zimiz ko'chaga to'kilishimiz kerak. Biz mush xalqaro irqiy qirg'inchilik bo'layotdi. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilganliging uchun. Ammo bu yetarli emas. Xalqimiz kunda qirilyotdi. Künde öldürülyotdi, künde baskınçılık uçurayotdi, künde organlar sürkep gityotdi. Bunu to'xtatish uchun amaliy harakat qilishing kerak ey dunyoda. Biz xalqaro chaqiriq qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Shuning uchun men yana deydiganim, dunyoning har qaysi joylaridagi, qaysi tashkilotdan bo'lishingiz qat'iy nazar, qaysi dinchi bo'lamsiz, demokratçı bulamsınız, milletçi bulamsınız, başka ulaşınızdan kat'i nazar. Eğer kiçikkina vicdanınız olsa, hakikaten vatanim deydigan bolsanız, halkım deydigan bolsanız, oturup çıksınız. Ve şu yüzünüzden turistlik devletlerimizdeki, etrafınızdaki, şu yerdeki cemaatini bir yerde toplap, şu devletin ya Taşkı İşler Ministerliği'nin aldıda, ya parlamentinin aldıda, çok önemli namayiş kılıp halkımızınki taleplerini, arzularını halkara bildirişimiz gerek ve halkarani hareketke çağırık kılışımız gerek aziz qarindoshlar. Halkara bizning hareketimizden, bizninki turalaydığanlığımızın kökendikin, onun için bu millet yok ölmekti o. Ulu bilen hareket kıysak, bizning yüzümüzne resva kılmaydıgan bol, resva kılmaydıgan bol diye, resva kılmaydı ki dep, onun için biz kişilip, yani umi halkımız kişilip, bizge resmi hareket kılışka, yardım kılışka başlaydı qarindoshlar. Şu emanlarının ki bu videonu takip kuşunlarını çağırıp kılmayız qarindoshlar. Allah'ın ki Allah'ın emanlardan razı olsun keçirinler. Allah'ın emrimizge birlik, beraberlik tileyme. Emrimizge, umumi milletimizge güç, kudret, cesaret ataklaşını tileyme. Halkımızın ki bu kırgınçılıktan, bu mustemlikçilikten, bu ırkı kırgınçılıktan, bu işgaliyetin tizden kutuluşumuzga yardımcılarını ivatişiga tileyme. Ve emrimizni bir-birimizga, bo'libmi davomizga, devletimizga, milletimizga bilib bilmay xiyonat qilib qilishdan saqlasin ve hainlarni atrofimizdan o'zininki bilginch bilan atrofimizdan yo'qotsin inshaalloh. Allohdan razı olsun.